Boshlandi. Bugungi darsimiz demak hujayra, eukariot hujayra hisoblanadi. Demak, hujayraviy tuzilishiga ko'ra tirik organizmlar ikkiga bo'linadi ekan. Bular prokariotlar va eukariotlar. Pro demak gacha, karyo, yadrogacha, yadro paydo bo'lgungacha paydo bo'lgan organizmlar bular prokariotlar hisoblanadi ekan. Ularga bakteriyalar va ko'kyoshi suvotlari kiradi ekan. Va prokariotlarda bir qancha organoidlari yo'q ekan, eukariot shuncha eukariot emas ekan. Bugun eukariotlar haqida to'liq, eukariot hujayra haqida to'liq gaplashamiz. Eu degani haqiqiy degani, karyo degani yadro degani. Haqiqiy yadroga ega bo'lgan organizmlar bular eukariotlar hisoblanadi. Bular zamburug'lar, o'simliklar, hayvon hujayralari eukariot hujayra hisoblanadi. Eukariot hujayra uning tarkibiy qismlari, organoidlari, uning vazifalari haqida to'liq gaplashamiz. Endi bu video darsda ko'radiganlar ham yoki gruppada ayrim o'quvchilar ham endi birinchi marta eshityapti. Kimlar birinchi marta eshityapti? Demak, birinchi marta eshitayotgan odam uchun hujayralar haqida o'zi tasavvur bo'lishi kerak. Mana shuni ichiga kirib keta olish kerak. Kirib keta olish kerak. Shuning uchun doim hujayrani aytayotganda shu narsani aytib o'tib ketamanki, o'zi hujayra tirik organizmning eng kichik tuzilish, funksional va rivojlanish birligi. Ya'ni tirik organizmlar o'zi hujayradan rivojlanadi. Tirik organizmning eng kichik tuzilish birligi ham hujayra hisoblanadi va rivojlanish birligi ham hujayra hisoblanadi. Hujayrani nafaqat shu biologiya o'qiyotganlar, balki hozir mana shu video darsi Media institutida o'qiyotganlar birinchi, ikkinchi kurslar ham ko'rsa bo'laveradi. Va ular ham o'qishadi bu mavzuni. Xudo xolasa Media institutga kiradiganlar bor, to'g'rimi? Media institutga kirganingizdan keyin ham bu video darsni ko'rsangiz bo'laveradi. Hozir yaxshi o'rganib qo'ysanglar, keyin Media institutda o'qiyotgan paytingizda ham oson tushunasiz. Gistologiya degan fan bor, to'qima va hujayrani o'rganadigan fan. Shu fanda kerak bo'ladi. Anatomiyada, patanatomiyada kerak bo'ladi. Patologiya anatomiyada. Demak, hujayra bitta hujayrani o'zi odamda milliardlab hujayra bo'ladigan bo'lsa, bitta hujayrani o'zi bitta katta shaharga o'xshaydi. Alloh taolaning qudratini qarangki, bitta hujayrani o'zida juda ham ko'p turli jarayonlar yuz beradi. Hozir mana aytamiz, hayron qolasiz. Shuning uchun doim shu multfilmda eslataman, doim o'quvchilarga tasavvur qiling deb, Hortum degan multfilm bor, ko'rgan bo'lsanglar. Fil bo'ladi, fillar momiqda himoya qilib yuradi. Filmida shu momiqda himoya qilib yuradi. Momiqda ichida chang, momiqdami yo momiqda ichida changdami? Changda hayot bor deydi. Ichida shu odamlar yashaydi, shahar bor desak, keyin kenguru ishonmaydi. Egoist kenguru bo'ladi. Maymunlar ketadi. Qozonga tashinglar uni deb kim ko'rgan? Videoda ko'rayotganlar ham kim shu multfilmni ko'rgan bo'lsa, izohlarda yozib qo'yinglar, men ko'rganman deb. Iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa videoda shu qo'yib qo'yamiz. Aynan shu multfilmdan parchani. Inshaalloh. Voy. Bu yerda ekanimizga ishonishmayapti. Shovqin ko'tarishimiz kerak. Shu yerdamiz. Biz 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 shu yerdamiz. Qo'ra qolinglar birgalikda. Shu yerdamiz. Shu yerdamiz. Shu yerdamiz. Shu yerdamiz. Shu yerdamiz. Shu yerdamiz. Pardaga odamchalar haqida cho'pchak o'qishni senga ko'rsatib qo'yamiz. Eshityapsizmi? Qafasga soling. Ha, qafasga. Eshitish qobiliyatlari mendagi yaxshi emas-da. Yanada balandroq shovqin solish kerak. Bir ovozda baqirishimiz lozim. Balandroq. Shu yerdamiz. Shu yerdamiz. Shu yerdamiz. Bo'la qolinglar, bo'la qolinglar. Shu yerdamiz. Jojo. Baravar. Balandroq shovqin soling, yo'qsa hammangiz halok bo'lasiz. Men ham qo'y. Mer do'mbira chalishni boshladi.
Shaharda shovqinbozlik boshlandi. Chovgum va tovoqlar ham ishga tushdi. Barcha temir buyumlar, taqir-tuqurlar, sozandalar bor ovozda chalishardi. Hamma yoqni boshlariga ko'tarib tashlashdi. Shovqin-suron boshlandi. Xo'sh. Endi eshitilyaptimi? Eshitishga urinib ko'ring. Bu dunyodagi eng ajoyib ovoz. Hech nimani eshitmayapman. Eshitishmayapti. Davom etavering. Taslim bo'lmayman. Gim shahridagi fuqarolar shovqin solishayotganiga ishonchingiz komilmi? Bizlar shu yerdamiz. Jojo qani? Observatoriyada bo'lsa kerak. Hoy, haddingizdan oshmang. Qartumim bunchalik cho'zilishga mo'ljallanmagan. Jojo. Bularni sen yasadingmi? Demak, shunaqa hujayra ham bitta katta shahar. Odamning hujayrasi. Shuning uchun shunaqa bir tasavvur bilan ichiga kirib ketib o'qisanglar, maza qilib o'qiysizlar. Boshladik. Eukariot hujayra. Demak, haqiqiy karyo yadro. Haqiqiy yadroga ega bo'lgan organizmlar. Bular zamburug'lar, o'simliklar va hayvon hujayrasi hisobga olinadi ekan. Eukariot hujayralarning shakllari turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, yumaloq tuxum hujayralari, yog' hujayralari yumaloq bo'ladi. O'simtasimon. Qaysi hujayra? Nerv hujayralari. Soxtayoqlar hosil qilish xususiyatiga ega bo'lgan hujayralar. Ayrim biriktiruvchi to'qima hujayralari yoki leykositlar va yana yoki amyoba. Ha? Yana qanaqa shaklda bo'lishi mumkin? Yulduzsimon. Biriktiruvchi to'qima hujayralar. Ha? Demak, eukariot hujayralarning shakllari turlicha bo'ladi, o'rtoqlar. Nafaqat shakllari, balki ularning o'lchami ham turlicha bo'ladi. O'rtacha 10 mikrometrdan 100 mikrometrgacha bo'ladi eukariot hujayralarda kattaligi. Endi mikrometr o'lchovini bilib olishingiz kerak. Millimetrning mingdan biri 1 mikrometr bo'ladi. 1 millimetrni mingga bo'lsangiz, keyin yana 1 mikrometrga teng bo'ladi deyapmiz. Shunaqa, demak, o'rtacha 10 mikrometrdan 100 mikrometrgacha bo'lishi mumkin. Yoki ko'z bilan ko'rib bo'ladigan eukariot hujayralar ham bor. Masalan, tuxum hujayrasi. Tuxum bitta hujayra. Uni ko'z bilan ko'rsa bo'ladi. Yoki tarvuz hujayrasi deb yozyapti kitobda. Endi tarvuz hujayrasini tasavvur qilishingiz qiyinmi? Yo'q, bitta ko'z bilan ko'rsa bo'ladigan hujayra. Kattaroqda endi. Yoki eukariot hujayrani og'irligi ham turlicha bo'ladi. Masalan, tuyaqush tuxumining og'irligi 100 gramdan 1,5 kilogacha, 1,5 kilolik hujayra ham bor ekan, demak. Yoki juda kichik, masalan, odamning qonidagi eritrosit, qizil qon tanachalari, biz uni hujayra ham deymiz, yoshligida bu yadrosi bo'ladi bu hujayrada ham. Keyinchalik voyaga yetgan qizil qon hujayrasida yadro yo'qolib ketadi. Mana shu qizil qon hujayralari ham deymiz, qonning shakl elementi. Buni og'irligi 10 ustida -9 gram ekan. Bu degani nima deganimizda 0.8 dan 0 keyin 1 gram deganida, tasavvur qilyapsizmi? 1 gram deb o'zi biz juda nima bo'ladi? Yengil his qilmaymiz deb, to'g'ri? U 0.8 dan 0 keyin 1 gram. Demak, og'irligi ham og'ir ham, juda og'ir ham bo'lishi mumkin. Katta sezilarli darajada bo'lishi ham mumkin ekan yoki juda yengil bo'lishi ham mumkin ekan. Ya'ni mavzuda shu boshida aytib ketyaptiki, eukariot hujayrani o'zi turlicha tasavvur qil deyapti. Ham shakli jihatdan, ham o'lchami jihatdan va yana og'irligi jihatdan ular turlicha bo'ladi deyapti. Eukariot hujayra 3 ta asosiy tarkibiy qismi bo'ladi. Birinchi tarkibiy qismi mana
uni o'rab turgan sitoplazmatik membranasi. Birinchi tarkibiy qismi. Ikkinchi tarkibiy qismi uning ichidagi suyuqlik. Sitoplazma. Sito degani hujayra degani. Plazma degani suyuqlik degani. Va uchinchi tarkibiy qismi yadrodan iborat bo'ladi. Kechagi mavzuda ham bor edi. Chex olimi Yapurkini nimani aniqlagan? Protoplazmani aniqlagan. To'g'rimi? Protoplazma bilan sitoplazmani adashtirib yubormanglar. Hujayra shu tarkibiy qismidan iborat ekan. Sitoplazmatik membrana, sitoplazma, yadro. Sitoplazmatik membranadan tashqari sitoplazma bilan yadro ikkalasi birgalikda protoplazmani hosil qiladi. Tushunarligi? Protoplazma deganda yadroda ham qo'shib yuborasiz sitoplazmaga. Farqiga yetib oling. Unga izoh berib ketmaganligi uchun aytib ketyapman. Demak, yana qayta aytaman. Hujayra 3 ta tarkibiy qismdan iborat ekan. Sitoplazmatik membrana, sitoplazma va yadrodan iborat bo'ladi. Endi bir boshdan tushuntirishni boshladim. Xo'p, birinchisi sitoplazmatik membrana. Sitoplazmatik membrana barcha tirik organizm hujayralari uchun universal. Hujayra kimda bo'lsa, shunda bor degani bu degani. Prokaryotlar, bakteriya ko'kashi suvotlarda ham, zamburug', o'simlik, hayvon, hammasining hujayrasida sitoplazmatik membrana bor va bu universal. O'zi sitoplazmatik membrana nimadan tashkil topgan? Ikki qator bo'lib joylashgan mana lipidlardan, qanaqa lipid? Fosfolipidlardan tashkil topgan bo'ladi va ikki qator bo'lib joylashgan oqsil donachalaridan tashkil topgan bo'ladi. Oqsillar ham sitoplazmatik membranada ikki xil joylashadi. Uni ichiga botib kirgan, integrallashgan oqsillar va uning chekkasida joylashgan oqsil, mana bu yerda chekkasida joylashgan. Chekka bo'lgandan keyin chetki so'zning ma'nosi o'zi periferiya oqsillar hisoblanadi. Nima uchun universal hammasida bor deyapman? Bu sitoplazmatik membrana bilan hujayra devorni adashtirish bo'ladi, hujayra qobiqni adashtirish bo'ladi. Domla bakteriyaniki murein, o'simlikniki sellyuloza qo'shilib kletchatkaga hosil qiladi-yu, hayvonniki glikaga. Yo'q, sitoplazmatik membrana bu universal. Bu nimaga o'xshaydi aytaymi? Hammada futbolka bor. Futbolkaning ustidan kimdir kostyum kiysa, kimdir boshqa sportfik kiyadi. Ya'ni futbolkasi hammada bor, universal. Ustidagi qobig'iga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Bakteriyada sitoplazmatik membrananing ustini murein qoplab turadi. Mana farqi tushuninglar. Zamburug'da xitin qoplab turadi. Xitinsimon moddani hosil qiladi, keyin ikkovi birgalikda. O'simlikda sellyuloza birikib sitoplazmatik membranaga kletchatkani hosil qiladi. Hayvonda glikogen birikib turib, sitoplazmatik membrana bilan birgalikda glikokalix hosil qiladi. Demak, hujayra devoriga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Nimasi universal ekan? Plazmatik membranasi. Alhamdulillah. Sitoplazmatik membrananing qanday vazifalari bor degan savol tug'iladi. Sitoplazmatik membrana bu shaharda aytgan shaharimizni chegarasi. Chegaraning qanday vazifasi bo'lsa, sitoplazmatik membrananing ham vazifasi shunaqa. Sitoplazmatik membrananing birinchi vazifasi tanlab o'tkazuvchanlik vazifasini bajaradi. Shaharning chegarasidan ham hammani o'tkazavermaydi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa sitoplazmatik membrananing birinchi vazifasi tanlab o'tkazuvchanlik. Yana boshqa vazifalari ham bor. Boshqa hujayralar bilan bog'lash, bu hujayrani retseptorlik deb alohida retseptorlik qilib aytib ketyapmiz. Kontakt, bog'lashga yaqin. Himoya, to'siq va yana o'simlik hujayrasida tayanch vazifasini ham bajaradi. Nima uchun o'simlik hujayrasi tayanch vazifasini bajaradi? Chunki kletchatka bo'ladi. Kletchatka o'simlik hujayrasiga mustahkamlik berib turadi. Shundan keling mana tanlab o'tkazuvchanlik vazifasi. O'tkazuvchanlik vazifasi haqida gaplashadigan bo'lsak, sitoplazmatik membranani. O'tkazuvchanlik ham turlicha bo'ladi. Shaharda chegarasidan ham o'tish yo'llari bor, to'g'rimi? Chegaradan to'g'ri yo'l bilan o'tsa ham bo'ladi. yoki samolyotda o'tasiz. Keyin o'tsa ham bo'ladi. Ha? Noqonuniy o'tganlarni ham eshityapmiz-ku, to'g'rimi? Hali videolarda ko'rgan bo'lsanglar, Meksikadan Amerikaga deb. Yo, hayot yomon bo'ldi. Demak, sitoplazmatik membranadan moddalarda o'tishini yo'llari bor. Birinchi usuli. Sitoplazmatik membranada mayda-mayda kanalchalar bor. Mana shu kanalchalar orqali uning ichiga moddalarni o'tishi. Demak, birinchi usul fermentativ kanalchalar hisoblanadi. U usul orqali nimalar o'tadi? Mayda kanal bo'lganligi uchun ionlar va kichik molekulali moddalar o'tadi.
Kim o'tkazib qo'yadi? Fermentlar o'tkazib qo'yadi. Demak, har bitta usulda shu narsani bilishingiz kerak. Birinchi narsa, qanaqa usul, o'zi u qanaqa usul. Ikkinchisi, nima o'tadi? Uchinchisi, kim o'tkazib qo'yadi? Birinchi usul qaysi ekan? Fermentativ kanalchalar. Nima o'tadi? Ionlar va kichik molekulyar moddalar o'tadi. Kim o'tkazib qo'yadi? Fermentlar o'tkazib qo'yadi. Ikkinchi usul passiv diffuziya. Diffuziya yo'li orqali asosan gaz moddalar o'tadi. O'zi diffuziya degani nima degani? Aralashuv, tarqalishi. Ha? Tarqalish. Bir moddani molekulalar orasida ikkinchi modda molekulallarini tarqalishi. Diffuziya yo'lida hech qanaqa energiya sarf bo'lmaydi. Yuqori konsentratsiyali joydan past konsentratsiyali joyga moddalar o'tishi. Balans to'ldiriladi. Hujayraning ichida kislorod kam bo'ladi. Hujayraning tashqarisida o'pkadan qon bilan kelgan kislorodning konsentratsiyasi yuqori bo'ladi. Demak, kislorod hujayraning ichiga qaysi yo'l bilan kiradi ekan? Diffuziya yo'li bilan kiradi. Chunki tashqarida kislorodning konsentratsiyasi baland bo'ladi. Yoki hujayraning ichida karbon angidrid gazining konsentratsiyasi tashqariga nisbatan yuqori bo'ladi. Demak, karbon angidrid qaysi yo'l bilan chiqib ketadi ekan? Diffuziya yo'li bilan chiqib ketadi. Yana qaysi moddalar o'qidinglar? Vazifa qilib bergandik. Azot 2 oksidi. Demak, bular to'liq bilib qo'yishingiz kerak. Tushunarligi? Bu ikkinchi usul edi. Uchinchi usul. Aktiv transport. Hozir yuqori konsentratsiyali joydan past konsentratsiyali joyga o'tdi. Endi aktiv transportda teskarisi bo'ladi. Past konsentratsiyali joydan biz yuqori konsentratsiyali joyga o'tadi. Hujayraning tashqarisida natriy ionning konsentratsiyasi ko'p bo'ladi, ichkariga nisbatan. Hujayraning ichkarisida esa mavluda kaliy ionining konsentratsiyasi ko'p bo'ladi, tashqariga nisbatan. Ichkarida qaysi ko'p ekan mavluda? Feruza? Ha. Kaliy ioni ko'p. Demak, o'zi ichkarida kaliy ko'p. Lekin hujayraning hayot faoliyatida ichkarida kaliy ko'p bo'lsa ham, kaliy ichkariga yana kerak bo'ladi. Ko'p bo'lsa ham yana ichkari kerak. Demak, kaliy yana ichkariga o'tish kerak bo'ladi. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Men doim shuni aytaman. Biz o'sha abituriyentligimizda yoki talabalikning boshlang'ich davrlarida avtobusga chiqib ketardik-da. Avtobusga chiqayotganda o'zi ichkarida odam ko'p bo'ladi. Iloji yo'q. O'qishga tezroq yetib borish kerak. Tiqilib yurib bo'lsa ham chiqib bir-birimizni nima qilib sho'pir aka eshikni bekiting deb pastga zinaga tushib olib. Ichkarida odam ko'p, lekin biz yana chiqardik. Biz shu kerak-da. Bu lekin osonlikcha bo'lmaydi chiqish. Nima bo'ladi? Energiya sarfi bilan bo'ladi. Chiqinglar, yuringlar deb chiqarib olib, pigingani qo'shib. Demak, past konsentratsiyali joydan yuqori konsentratsiyali joyga modda o'tayotganda energiya kerak bo'ladi. Mana shu energiya nomi ATF energiyasi hisoblanadi. Tushundinglarmi? Xo'p. Nechinchi usul edi bu? Uchinchi usul. To'rtinchi usul fagositoz, beshinchi usul pinositoz. Fagositoz hujayraning ichiga qattiq moddalarni o'tishi. Mana shuni olaylik. Mana shunaqa o'tadi. Hujayra fagositozda qattiq moddalar nima? Oqsillar, polisaxaridlar, qattiq boshqa bir qattiq zarrachalar. Histoplazmatik membrana uni qamrab oladi. Qamrab olib olib ketadi. Tushunyapsizlarmi? Lekin qattiq moddalarni o'tishini barcha hujayra ham ta'minlab bera olmaydi. O'simlik hujayrasi bu jarayon yuz bermaydi. Chunki o'simlik hujayra qobig'i zich va qalin bo'ladi. U sellyulozadan iborat bo'ladi, kelajakdagi mustahkamlik berib turadi. Shuning uchun fagositoz xossasi kimga xos? Hayvon hujayralari. Leykositlar amyobaga xos, masalan. Leykositlarning fagositoz xossasi deb o'qidinglar, to'g'rimi? Yod zarrachalarni yutib, eritib yuboradi. Pinositoz, fagositoz so'zining ma'nosi fagio yemoq degani, sitoz degani hujayra degani. Hujayra yeydi. Yeyotgan narsani qo'poqi bo'lsa ham aytaman, nima qilasiz? Qamrab olasiz. To'g'rimi? Suyuq narsani qamrab olasizmi? Yo'q, o'zi botib kirib ketadi. To'g'rimi? Suyuq narsa. Shuning uchun pinositozda endi pino degani ichmoq degani, sitoz hujayra degani. Hujayra ichiga suyuq moddalar o'zi botib kirib ketadi. Tushunarligi?
Hujayraning fagositozmi, pinositozmi hujayraning ichiga modda kiryaptimi? Bu nima deyiladi? Endositoz deyiladi. Hujayradan moddalarning chiqishi esa egzositoz deyiladi. Bunga qarama-qarshi. Mana moddalarni o'tish turlicha yo'llar bilan amalga oshadi. Ikkinchi vazifasi bog'lash vazifasi. Sitoplazmatik membrana shu hujayrani boshqa hujayralar bilan bog'laydi. Qanday bog'laydi? Birinchidan, turli xil o'simtalar hosil qilish xususiyatiga ega. Ikkinchidan bo'lsa, zich biriktiruvchi to'qim ajratib chiqaradi boshqa hujayralar bilan o'zining hujayrasi orasiga. Nimaga? Shuni bog'lab turish uchun. Xo'p, sitoplazmatik membrana tugadi. Endi bunga oid vazifalar yana bor ma'lumotlar. Asosiy joyini aytib ketdim. Tushunarligi? Mana nima aytdim, rasmlarga e'tibor berib ketasizlar. Demak, mana bu lipid qaysi lipid bo'lgan sitoplazmatik membranada? Fosfolipid. Mana bu ichkarisiga botib kirgan oqsilning nomi nima ekan? Integrallashgan oqsil. Tashqarisida joylashgan oqsilning nomi botib tashqari periferik. Periferik so'zining ma'nosi nima ekan? Chetki degani. Davom etamiz, ichkariga kiramiz. Hujayraning ichiga kirdik, shaharga kirib oldik, Xudoga shukr, hamma yo'q joyida ekan. Zagram pasportlar bor ekan. Xo'p. Endi sitoplazma. Sito bu hujayra, plazma degani suyuqlik degani. Sitoplazmatik membrananing ikkinchi nomi plazmolemma ham deyiladi, o'rtoqlar. Plazma demak suyuqlik, lemma qobiq degani. Plazma lemma desa ham, sitoplazmatik membrana desa ham bitta narsani tushunasiz. Tushunarligi? Endi sitoplazma bu hujayraning suyuq qismi. Endi suyuq ham emas, uning tarkibida moddalar bor. Masalan, anorganik, organik moddalar bor. Kimyoviy jihatdan aytadigan bo'lsak, suv bor. Asosiy tarkibiy qismi 70 kerak bo'lsa 90% suv bo'ladi. Tarkib jihatdan bo'lgan bo'lsak, uni tarkibida organoidlar va kiritmalar bor. Va hujayraning skeletini hosil qiluvchi tayanch elementlar bor. Tarkib jihatdan oladigan bo'lsak. Sitoplazmaning suyuq qismi o'zi sitoplazma, lekin uni ham suyuq qismi bor. U nima deyilar ekan? Sitozol yoki galoplazma. Shunaqa qarang. Yangi onda mana shunaqa yangilik joylarni aytib ketyapti, kulcha o'y joylar. Ashqa joylarni ham o'zi ash joylarni haqlab o'qib keldinglarmi? Yangilik joyini tagiga chizish kerak. Bugun 9 dan ham 10 dan ham shu bitta mavzu, ikkita mavzuni ushla ekan. Anorganik moddalar, masalan suv, o'zi umuman elementlar, vegan elementlar, anorganik moddalar va uglevodlarni beraman. Ikkovidan ham o'qib kelasiz. Chuqurroq gaplashamiz. Xuddi shuningdek, yangilik joylarini nima qilasiz? Chizib o'qing. Shu 10 dan yangilik joylari tushadi. Xo'p, davom etamiz. Sitoplazmaga keldik. Sitoplazmada demak asosiy qismi organoidlar bor ekan va kiritmalar bor ekan. Kiritmalar haqida umumiy aytib qo'yaman. Kiritmalar bu hujayraning hayot faoliyati davomida goh paydo bo'lib, goh yo'qolib turadigan hujayrani doimiy bo'lmagan tarkibiy qismi. Doimiy bo'lmagan tarkibiy qismi. Tushunarligi? Bu nimaga o'xshaydi aytaymi? Dilmurodova. Darsda goh paydo bo'lib, goh yo'qolib turadigan o'quvchiga o'xshaydi. Demak, kiritma uni. Chunki u kiritma. Tushunarligi? Hujayraning hayot faoliyatida goh paydo bo'lib, goh yo'qolib turadi. Shu nima deylar ekan? Kiritma deylar. Bular oziq kiritma, ya'ni trofik kiritma, yana qanaqa bor? Sekretor kiritmalar bor, pigment kiritma bor, qoldiq kiritmalar bor, to'g'rimi? Mohiyatini tushuning. Pigment masalan melanin bo'ladigan bo'lsa, bu ashi kerak, hujayrada bo'ladi ham hayot faoliyatida, bu yo'q ham bo'lib ketib qoladi. Qoldiq kiritma. Qoldiq uje hazm bo'lmayapti. Organizm nima qilib yuboradi? Egzostoz qilib yuboradi. Hujayra uni nima qiladi? Chiqarib yuboradi. Shunaqa narsa kiritma. Xo'p, asosiy organoidlarni tushuntirishga o'taman. Nima kirishini deb o'qib qo'yasiz. Organoidlar demak o'zi bo'linadi. Umumiy organoidlar va xususiy organoidlarga bo'linadi. Umumiy organoidlar o'zi organoidlardan yana bo'lishimiz mumkin. Membranasiz membranali organoidlarga. Sanab olaylik birinchi. Membranasiz organoidlarga 3 tani bergan. Ribosoma, hujayra markazi ya'ni sentriola va sitoskelet. Bir membranalilarga endoplazmatik tor, Golgi majmuasi, vakuol, lizosoma. Yetdi bo'ldimi? 2 membranaliga mitoxondriya, plastida va hujayraning tarkibiy qismi yadro, barakalla. Shu
Shuning uchun buni qo'shmay qo'yaman, tarkibiy qism chunki. Biz organoidlar haqida gaplashyapmiz. Demak, organoidlar jami nechta ekan? 9 ta bo'ldi. Endi qarab turing. Hammasini membranasiz, bir membranali, ikki membranali sanadiga. Shundan endi mana qayoq yozgan kitobga. Organoidlar yana bo'linadi: umumiy organoidlar va xususiy organoidlar. Umumiy organoidlarga 7 tani yozib qo'ygan. Sanaganimizdan 2 tani yozmagan. Qaysini? Birinchi vakuolani to'g'ri topdingiz. O'zi yadroni yozmagan, to'g'ri aytasiz. Men organoidlardan deyapman. Yo'q. O'zim aytaveraymi? Ha, mishtari, to'g'ri. Barakalla. Ikkovini ham o'zingiz topdingiz. Sitosklet va vakuolani yozmagan. Endi sizlarga savol. Bular o'zi nima? Umumiymi, xususiy organoidmi? Umumiy. Yozmagan xolos. Yana mana shu yerda ko'pchilik tushunmay qoladi. Mana umumiy va xususiy organoid deb nimasiga ko'ra bunaqalarga bo'lyapmiz? Kim aniq aytadi? Unda plastikda nima uchun umumiy? Evkariyot hammasi o'simlikda bo'lmaydi-ku. Demak, bu qoida noto'g'ri aytgan, qoidangiz noto'g'ri bo'ladi endi. Sal boshqacharoq yondashib ketgan kitobda. U gapingiz ham sal jon bor. Organizmning barcha hujayralarida uchrasa umumiy organoid deb ketgan. Tushundingizmi? Endi to'g'ri kelaveradi. O'simlikda hamma hujayrasida bor desak, qaysi plastikda bor-ku? Siz savol berishingiz mumkin. Unda domla hayvonning barcha hujayrasida tugul bitta hujayrasida ham plastikda yo'q-ku deyishingiz mumkin. Bitta organizm sifatida qarab qo'yaverasiz-da. Endi bunga o'z vaqtida chuqur kirish kerak yo'q, hammasi umumiy ekan. Tushunarligi? Va xususiy organoidlar ham bor. Infuzoriya tufilkasida kiprikchalar. Spermatozoidlar va evgelenada qichillar. Nerv hujayrasida nerv fibrillar, epitel hujayrasida tana fibrillar, muskul hujayrasida miofibrillar. Ular ayrim hujayralarda uchraganligi uchun endi xususiy organoidlar deyiladi. Xullas kalom organoidlar bo'lib oldik. Membranasiz, membranali, umumiy, xususiy. O'rganadigan narsamiz demak asosiy organoidlar. Organoidlar bu shahardagi har bir organoid bitta zavod. Hozir har birining qaysi zavodligini aytib beraman. Tushuntirishni boshladim. Birinchisi menga ma'qul keladigani birinchi 4 ta bir membranali organoidlarni tushuntiraman. Aytaveraylik, ko'ramiz. Boshladik endoplazmatik to'rdan. E'tibor bering, endoplazmatik to'r nomiga e'tibor bering, EPT, endoplazmatik to'r. Endo degani nima degani? Ichki degani, plazma degani-chi? Suyuqlik degani, to'r degani, to'r degani. Haqiqatan ham endoplazmatik to'r, endoplazma degani ham o'zi nima degani? Sitoplazma degani. Endoplazmatik to'r, sitoplazmatik to'r desak ham bo'laveradi. Sitoplazmada haqiqatan ham qarangda, nimani hosil qilyapti? To'rni hosil qilyapti. Endoplazmatik to'rning bir tomoni yadroning tashqi qobig'iga, ikkinchi tomoni esa sitoplazmaning ichki qobig'iga birikkan. Endoplazmatik to'r hujayralarning umumiy hajmini 30% dan 50% gacha bo'lgan qismini egallaydi. Endi biz bu yerda o'zga chizib qo'yganmiz xolos, boshqa joylarda ham bo'ladi. Organoidlarda o'zi bittadan chizib qo'yganmiz xolos. Asosiy 50% gacha hajmini egallaydi. Va haqiqatan ham boshqa joylarda ham bor deb tasavvur qiling. Endoplazmada haqiqatan ham nimani hosil qiladi? To'rni hosil qiladi. Shuning uchun ham endoplazmatik to'r deyiladi. Endoplazmatik to'r qarang, haqiqat kanallar va vakuolalardan iborat bo'ladi. Vakuolalar tasvirlanmagan, lekin kanallar tasvirlangan. To'rga o'xshagan kanallar tasvirlangan. Endi endoplazmatik to'r ham ikkiga bo'linadi. Silliq endoplazmatik to'r, donador endoplazmatik to'r. Mana silliq endoplazmatik to'r. Silliq endoplazmatik to'rning vazifasi hujayrada yog' deyman. Yog' va uglevod sintezini amalga oshiradi. Sintez degani bu hosil qilish degani. Ya'ni endoplazmatik to'r bu qaysi endoplazmatik to'rligiga bog'liq. Masalan, donador endoplazmatik to'r oqsil sintez qiladi. Ishlab chiqaruvchi zavodga o'xshataman. Haqiqatan ham turli xil oqsil yog' uglevodlarni ishlab chiqaradi-da. Nima masla zavodi desa bo'ladi? Yana nima uglevodga? Un zavod.
turli xil shirinliklar va hokazo. Tushunarli. Demak, yog' va uglevod sintezini amalga oshiradi. Shuning uchun ham bu organoidlar vazifasiga ko'ra organizmning turli hujayralarida turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, yog' va uglevod sintez qilganligi uchun silliq endoplazmatik to'r yog' bezlarida ko'p bo'ladi. Yog' hujayralarida deylik. Chunki yog' hujayralarida yog' sintez qilish kerak. Jigar hujayralarida glikogen sintez qilish kerak. Shuning uchun jigarda hujayralarda ko'p bo'ladi silliq endoplazmatik to'r. Va hattoki o'simlik urug'larida zaxira modda yog' va uglevod to'playdi. Shuning uchun shu joylarda ko'p bo'ladi. Demak, endoplazmatik to'r masalan, silliq endoplazmatik to'r qaysi demayapman? Qanday hujayralarda ko'p bo'ladi? Yog' va uglevod sintez qilingan hujayralarda ko'p bo'ladi. Mana yangi 10-sinfga yozib ketyapti, yodlash kerak emas bularni mana. O'rtoqlar, buyrak usti bezi hujayralari, jinsiy bez hujayralarida ham silliq endoplazmatik to'r ko'p bo'ladi. Nimaga? Chunki buyrak usti bezi jinsiy bezlardan ishlab chiqarilgan gormonlar ham qanaqa tabiatga ega? Tushundinglarmi? Ketdi уже. Общий ma'noda tushunib oldinglar-a? Endi yana bir narsani yozib ketyapti, zo'r joyida qarang. 9-sinf biologiyada silliq endoplazmatik to'r muskullarning qisqarishini ta'minlaydi deyapti muskul hujayralarida. 10-sinf biologiyada silliq endoplazmatik to'r kalsiy ionlarini to'plash xususiyatiga ega deyapti. O'zi ikkovini bitta qilsa bo'ladi. Qanaqa aytaymi? O'zi muskulni qisqarishi uchun kalsiy kerak-da. Aktin-miyozin kompleksidan kalsiy kerak bo'ladi muskulni qisqarish uchun. Aktin-miyozin tolalardan iborat bo'ladi-ku muskul. Demak, bu yerda nima ma'no kelib chiqadi? Silliq endoplazmatik to'r kalsiyni to'playdi. Shuning uchun ham muskul tolalarining qisqarishini ta'minlaydi. Tushundinglarmi? Ikkovi gap bitta bo'lib ketdi endi. Kim tushunyapti? Yaxshi. Endi donador endoplazmatik to'r. Nima uchun donador deyiladi? Chunki uning aynan donador endoplazmatik to'rning membranalarida ribosomalar bo'lganligi uchun ribosomalar oksil sintezini amalga oshiradi. Shuning uchun donador endoplazmatik to'r ham oksil sintezini amalga oshiradi rayhona. Tushunarligi? Keyin silliq endoplazmatik to'r membranalarida nimalar bo'ladi deb yozgan? Fermentlar bo'ladi. Keyinchisilar mana qaysi organoidlar fermentlar bilan ishlaydi, qaysi hujayraning qayerlarda ribosomalar bo'ladi? Bular bilib ketishinglar kerak. Mana o'qidinglar-mi, to'g'rimi? Hujayraning nechta joyda ribosoma bo'ladi ekan? Maksimal hisobladinglar? 6 ta, barakalla. Birinchidan, donador endoplazmatik to'rning membranasida, ikkinchidan o'zi sitoplazmada erkin holatda, uchinchidan yadroda tashqi qobig'ida, to'rtinchidan yadrochada shakllangan ribosomalar. 5-dan mitoxondriyada, 6-dan plastidalarda. Tushunyapsizlarmi? Va hokazo, fermentlar bilan ishlagan organoidlardan bo'lishingiz kerak ekan. Demak, donador endoplazmatik to'r oksil sintez qiladi, silliq endoplazmatik to'r yog' va uglevod sintez qiladi, lekin umumiy endoplazmatik to'r qaysi endoplazmatik to'r bo'lishidan qat'iy nazar uning vazifasi nima? Sintez qilish va umumiy ikkovsi uchun ham umumiy yana bitta vazifa bor. 9-sinf biologiyani oxirini o'qigan bo'lsanglar, shunday yozib qo'ygan. Shunday qilib endoplazmatik to'r hujayraning umumiy ichki aylanma tizimi bo'lib, moddalarni u joydan bu joyga tashilishini ta'minlaydi deb yozib qo'ygan. Demak, bu endoplazmatik to'r shahardagi katta trassalarga o'xshaydi. O'zini trassalarda, chekalarida zavodlari bor, oksil sintez qiladi, yog', uglevod sintez qilib, o'zi kerakli joyga o'zi nima qilib beradi? Tashib beradi. Tushunyapsizmi? Yadro bu hokimiyat, mana hamma yo'llar hokimiyatga ochilgan. Keyingi organoid. Apparat Golgi majmuasi. Golgi apparati, demak, birinchi bo'lib nerv hujayrasidan topilgan ekan. Hayvon hujayrasida yadroda atrofida joylashgan, to'rsimon shaklda bo'lar ekan. Va yana o'simlik hujayrasida-chi? Tayoqchasimon yoki o'roqsimon bo'lar ekan. Golgi majmuasi nimadan tashkil topgan ekan? 5-10 tadan bo'lib joylashgan. Yasilashgan bo'shliqlar, mana bo'shliqlar, yirik vakuolalar va mayda-mayda tufakchalardan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, Golgi apparatini vazifasi endoplazmatik, mana strelkani ko'ryapsizlarmi? Endoplazmatik mana strelkalar. Endoplazmatik to'rda sintez bo'lgan mahsulotlar mana shu mahsulotlar. Golgi majmuasiga olib keladi. Golgi majmuasi upakovka zavod. Sintez bo'lgan mahsulotlarni oladi o'ziga
shara holatga keltirib hujayraning kerakli joyida qanaqa nima kerak? Masalan, sitoplazmatik membrana yemirilib ketgan. U joyda o'rnini to'ldirish kerakmi? Xuddi shu yerga moslab, tayyor holatga keltirib o'rab jo'natib yuboradi. Demak, Golgi majmuasining vazifasi nima? Sintez bo'lgan mahsulotlarni yig'ish, o'rash va kerakli joyga uzatib. Uzun marketda boshqasini topa olmadim xayol. Sal yedimi? Ha, bo'pti. Demak, Golgi majmuasini ham tushundinglar-a? Golgi majmuasidan yana nima? Menimcha bo'ldi. Keyingi organoid bu lizosoma. Bu ham endoplazmatik to'r ham. Birinchi endoplazmatik to'rni aytdik, ketdi. Ikkinchisi Golgi majmuasini aytdik, ketdi. Uchinchisi lizosomani aytdik, endi ketadi. Xo'p, lizosoma. Lizo degani eritaman, soma degani tana, erituvchi tana degani. Lizosomaning ichida 40 ga yaqin gidrolitik fermentlar bor. O'rtoqlar, xuddi shu rasmni qarasangiz, mana shu milliy sertifikatga tushdi. Aynan 10-sini biologiyadan olib qo'ydik. Xuddi shu rasm tushdi. Kim kiradi sertifikatga shunda? Deylar bor, ko'ring, ma'lumotda bor ekan. Uyg'onib ketdi. Xo'p, bilib qo'ylar, demak, uni qismlari. Demak, uning ichida nimalar bo'lar ekan? 40 ga yaqin gidrolitik fermentlar bo'ladi. Hujayraning ichiga modda kiradi-yu. O'zi mana moddalar almashinuvida oshqozon ichaklarimizda turli organik birikmalar parchalanadi. To'g'rimi? Oqsillar aminokislotalarga parchalanadi, yog'lar oksidlar glitseringa parchalanadi, uglevodlar glyukozaga parchalanadi, nukleokislotalar nukleodlarga parchalanadi va nima deydi? Oqsil, yog', uglevodlar hujayraga to'g'ridan-to'g'ri o'tishi ham mumkin. Faqat doim monomer holda kelmaydi. Kirgan oqsil, yog', uglevod, nukleokislotalar birinchi o'rinda lizosomaga to'g'ri kelib qoladi. Lizosoma uni qamrab olib, o'ziga olib kirib ketadi. Fermentlar bilan aralashtirib, jinsini chiqarib, parchalab, keyin qaytarib galoplazmaga chiqarib yuboradi. Demak, lizosoma bu parchalovchi zavod. Lizosoma bu hujayraning ovqat hazm qilish sistemasi. Hazm tizimi. Lizosomada ham parchalanmay qolsa, keyin uni biz qoldiq kiritma deymiz. Qattiq narsalar qoldiq kiritma bo'lib, keyin uni hujayradan chiqarib yuboramiz, iloji yo'q. Tushunyapsizmi? Va bu uchinchi hujayraning bir membranali organoidi. To'rtinchisi, mayli, bir membranalilarga haqida gap ketib qoldi. To'rtinchi bir membranali kim? Vakuola. Qancha vaqt bo'ldi? Yaxshi ketyaptimi? 38 sal bo'ldi, soatlab gapiraveramiz endi. Endi nima deydi o'rtoqlar, bu yerda bitta narsada tezlashtirib ham gapirib beraveramiz. Biz unda kitobdagi o'xshatirib, ash ma'lumotni gapirib bo'lgan bo'lamiz-da. Maqsad bu yerda ash ma'lumotni gapirish emas. Tushuncha bo'lib ketsin bir yo'l, ash esda qolib ketsin deb gapiryapmiz. Qancha vaqt ketsa ketib o'lsin. To'g'rimi? Kim fikrimga qo'shiladi? Xo'p. Vakuola bu o'simlikka xos organoid deb yozgan 9-sinf biologiya. Va yangilikni ko'rdingizmi? 10-sinf biologiyada nafaqat o'simlikda, balki protaktistalarda va zamburug'larda. Protaktistalar kimlar? Sodda hayvonlar, bir hujayrali sodda organizmlar. Ularda ham vakuola degan organoid bor. Hayvonda yo'qmi organoid? Ha, yo'q. Annomidonlar? Ha. Tushunarliki? Siz mana o'ylashingiz mumkin. Domla masalan, virus hujayraning ichiga kirayotganda, esingizda bo'lsa, sitoplazmatik membranadan hosil bo'lgan vakuola orqali hujayraning ichiga kirib ketardi. Ha, bunday vakuola hosil bo'lib, o'rab turib kirib ketardi. Ha, shu vakuola emasmi? Ha, vakuola u organoid emasda. Vakuola degani o'zi pufakcha degani. Shu yetdan bekka olib borib yurgan to'pda u. Ha, mana haqiqiy organoid. Keling, o'simlikka qiyos qiladigan bo'lsak, vakuolasining tarkibini o'rganadigan bo'lsak, vakuola shirasining tarkibida, demak, organik oqsil, moy, shakar, organik moddalar ham bor va mineral tuzlar ham bor. O'zi asosiy tarkibiy qismi kerak bo'lsa 90-95% gacha nima bo'ladi? 70-95% suv bo'ladi. Va tarkibida asosiy narsaga e'tibor bering, nima bo'ladi ekan? Mineral tuzlar bo'ladi ekan. Esinglarda bo'lsa, shakarobga tuz solsangiz nima bo'lardi? Suv chiqib ketardi. Chunki tuz o'ziga suvni nima qilardi? Tortib olardi. Xuddi shunday vakuolaning tarkibidagi tuzlar ham hujayradagi suvni ushlab turadi. Hujayradagi suv ushlab turiladigan bo'lsa, hujayrani
turg'unligini ta'minlaydi. Bir me'yorda hujayra ishib turadi. Tushunyapsizlarmi? Hujayrani suv ichib ketganda, suv ichib ketish nima deyiladi? Plazmoliz. Hujayra turg'unligini yo'qotadi, bujimayib qolardi. Hujayraga ko'p suv kirsa ham hujayra yorilib ketadi. Me'yorda suv bo'lishi kerak. Ash me'yorda suv bo'lishini ta'minlab turgan narsa vakuola. Va hujayrani bir xil shaklda ushlab turgan narsa ham vakuola ekan. Ana shu bir me'yorda ushlab turish turg'unlilik yoki turg'orlilik deyiladi. Domla shu tushunmay qoldim dedi. Nari gruppada bitta o'quvchimiz. Domla turg'or nima degan dedi? Turg'unlilik degan. Tushundinglarmi? Mana vakuola vazifasi demak hujayrani nimasini ta'minlaydi ekan? Turg'un holatda turishini ta'minlaydi ekan. Kimlarda bo'lar ekan? O'simliklarda, zamruqlarda, protaktistalarda. Bilasizlar endi amyoba ularda ikki xil vakuola, qisqaruvchi vakuola bo'ladi, hazm vakuola va hokazo. Bilasizlar uni? Xo'p, to'rtta bir membrananing organoid tugadi. Ha, bu yerda bir narsa qarang. Vakuola bilan lizosoma bu kichikroq organoid. Lizosomaning kattaligi 0,4 mikrometr keladi. Ha, shunaqa edi. Diametri deganmidi? Diametri. Vakuola ham kichikroq organoid. Bular o'zi endoplazmatik to'rdan sintez bo'ladi. Chunki endoplazmatik to'r o'zi sintez zavod ekan, to'g'rimi? Hamma narsani keng qamrovdagi zavodda bu. Har xil narsalarni sintez qilib beradi. Bular demak to'g'ridan-to'g'ri endoplazmatik to'rdan sintez bo'ladi yoki bir yo'li chiroyli bo'lib, ko'jmoq bo'lsa sintez bo'ladi. Upa-ko'p bo'ladi, ko'radi. Tarqatib yuboradi. Olib keldingizmi narsani? Tushunarligi? Yana bir narsani aytib ketamiz. O'simlik hujayrasida qari hujayraning yosh hujayradan farqi bor. Qari hujayrada vakuola kattalashib ketadi. Men bitta vakuolani chizib qo'ydim bu yerda. Vakuola ko'p bo'ladi hujayrada. Bu vakuolalar keyinchalik birlashib ketadi. Qari hujayrada, yetilgan katta hujayrada vakuola hattoki sitoplazmaga qaraganda ham ko'proq joyni egallaydi. Tushunarligi? Xo'p. Keyingi membranasizdan boshlaylikmi? Ribosomani aytib bo'ldik. Membranasidan boshlaymiz bo'lmasa. Membranas organoidlar demak, birinchisi nima ekan? Ribosoma. Bu endi biz uchun endi 5-organoid bo'lyaptimi? Ribosoma demak, men qizlar 8-martdagi 8 raqamga o'xshataman. Chunki ribosoma degan ikkita yumaloq yassi tanachadan tashkil topgan bo'lib, biri kichik, biri katta degan. 8 ga o'xshamaydi o'zi aslida nima ko'rinishi, lekin baribir men o'xshataman. Tushunarligi? Ikkita yumaloq yassi tanachadan tashkil topgan. Ribosomaning tarkibi yarmi oqsil, yarmi nuklein kislota. 50% oqsil, 50% nuklein kislota. Shuning uchun ribosoma nukleoprotein deyiladi. Va men o'tgan darsda ham aytganman, o'rtoqlar buni bilib qo'yinglar. Yarmi oqsil, yarmi nuklein kislota bo'lsa, biz nima deymiz ekan? Nukleoprotein deymiz ekan. Nukleoproteinga yana nima kiradi, o'rtoqlar? Viruslar kiradi. Viruslarda ham tarkibi oqsil va nuklein kislotadan tashkil topgan. Faqat yarmi bo'lishi emas, tarkibi shunaqalar bo'lsa bo'ldi. Ribosoma kiradi. Yana nima kirishi mumkin? Savol. Xromosoma kiradi. Xromosomani ham demak tarkibi gistonli oqsillar 40% danga 60% gistonli oqsillar tashkil etadi. Shuning uchun xromosoma ham nukleoprotein deyiladi. Nukleoprotein tuzilmali narsalardan aniqlaysiz, siz demak oqsil va nuklein kislotadan tashkil etgan narsalarni olishingiz kerak ekan. Tushundinglarmi? Davom etamiz. Demak, ribosomani ko'rinishini bilib oldinglar. Ribosoma xo'p, kattaligi 15-35 nanometr keladi. Nanometr endi mikrometrning mingdan bir qismiga teng. Mikrometr adashmasam 10⁻⁻6 metr bo'lsa, nanometr 10⁻⁻9 debdimi? 10⁻�9 metrga teng. Metrga nisbatan olgan bo'lsangiz. Ketdi, 0.00 ketaveradi. Tushunarligi? Xo'p, ya'ni nanometr mikrometrdan kichkina o'lchov birligi demoqchiman. Kichkina narsa bo'ladi. Demak, vazifasi oqsil sintezni amalga oshiradi. Mana polipeptid zanjir, aminokislotalar mana. Lekin oqsilni sintez bo'lishida bitta ribosoma ishtirok etmaydi. Ko'pgina ribosoma ishtirok etadi. Shuning uchun biz poliribosoma holda oqsil sintezni amalga oshiradi yoki polisoma holda oqsil sintezni amalga oshiradi deymiz. Ribosoma haqida yaxshi va yomon gaplarim shu. Keyingisi. 6-organoid membranasizlardan hujayra markazi bor, yana kim bor edi? Sitosklet. Qaysi biridan boshlaylik? Hujayra markazidan boshlaylik. 6-si. Hujayra markazi haqida nimani bilishingiz kerak? Hujayra markazini mana bu qismlarni bilishingiz kerak. Hujayra markazi ya'ni sentriola. O'zi ikkita sentrioldan iborat bo'ladi. Masalan, mana bu bunaqasiga chizib qo'yganmiz, birinchi sentriola, bu ikkinchi sentriola. Demak, ikkita sentriola bir-biriga perpendikulyar to'g'ri burchak hosil qilib joylashadi. Ikkita sentriola bo'ladi ekan. Tushunarligi? Demak, sonini bilishingiz kerak.
hujayra markazi ikkita sentrioladan iborat ekan. Har bir sentriolada 9 ta bog'lam bor. Mana birinchi bog'lam, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, sakkizinchi, to'qqizinchi. Bitta sentriolada 9 ta bog'lam bor. Ikkita sentrioladachi 18 ta bog'lam bor. Endi har bir bog'lamda mana 1, 2 ta, 3 ta yumaloq bo'lgan. 1, 2, 3. 3 ta mikronaycha bor. 9 kere 3 27. Bitta sentriolada nechta mikronaycha bor ekan? 27 ta mikronaycha bor. Ikkita sentrioladachi 54 ta mikronaycha bor. Hujayra markazi hujayra bo'linib ko'payayotganda, ya'ni mitoz paytida 2 hissa ortadi. Mitozda ham aynan sintez davrida. Mitozda ham bosqichlar bor. Interfazdan sintez davrida hujayra markazi 2 hissa ortadi. Tushunyapsizlarmi? Demak, odamda hujayrasi mitoz bo'linayotgan payt sintez davridan keyin hujayra markazidagi mikronaychalar soni nechta bo'lar ekan? Mikronaycha 108 ta, 54 ga 54. Tushundinglarmi? Mikronaychalar soni 108 ta. Hujayra markazi o'zi ikkita bo'lib qoladi. Sentriola 4 ta bo'lib qoladi. Bog'lamlar 36 ta bo'lib qoladi. 18, 18, 36. Mikronaychalar 54 ta edi, 108 ta bo'lib qoladi. Mana shunaqa savol ham tushgan bir paytlar. Zog'ora baliqda nechta xromosom bor? Profaza davrida nechta mikronaycha bo'ladi? A, B qismida tushadi. Tushundingizmi? 108 tushadi. Nima bo'lyapti bu yerda? Hayron bo'lmaymiz. Demak, hujayra markazini shu qismlar va hujayra markazi hujayrani o'zidan o'zi ko'paya oladigan organoid hisoblanadi. Qanaqa amalga oshadi? Oqsilni kichik bo'laklarni o'zini o'zi yig'ish orqali amalga oshadi. Va hujayra markazi kimlarda bo'lmaydi degan savolga javob. 9 biologiyada nima deb yozgan? 9 dalon. Ko'pchilik o'simliklarda va suvutlarda bo'lmaydi deb yozgan. Endi 10 biologiyada gulli, ignabarlik o'simliklarda va ayrim zamon umumiy qilib aytib beraman endi. Demak, ko'pchilik o'simliklarda bo'lmaydi deganda aynan ignabarli o'simliklar, gulli o'simliklar va suvutlar. To'g'rimi? Lekin testni olayotganda, biologiyada test olayotganda o'simlik, chunki aniq mana o'simlikda bo'ladi deb yozmagan-ku. O'simlik keldimi, hujayra markazi yo'q qilib olinadi. Bilib oling. Tushundinglarmi? O'simlik keldimi, hujayra markazi yo'q qilib olinadi. Chunki aynan qaysi o'simliklarda bo'lish yozilmagan-ku, ko'pchilik o'simliklarda degan. Endi yana yangi o'rni qo'shilyapti. Ayrim zamburug'larda ham hujayra markazi yo'q. Hujayra markazi hujayrani bo'linishida ishtirok etsa, to'g'rimi? Bo'linish uchug'i axromatin iplarini hosil qiladi-da. Ikkita bo'lib qolib, ikkita o'nta tarqayadi, ikkiga tortadi xromosomlar. Axromatin iplarini hosil qiladi, hujayraning bo'linishida ishtirok etadi. Unda zamburug'larda, o'simliklarda hujayraning bo'linishida nima ishtirok etadi? Maxsus fermentlar. Tushunarligi? Nima qoldi hujayra markazida? Tugadi. Demak, qismlarning sonini bilishingiz kerak, nima vazifani bajaradi, kimda bor, kimda yo'q bilishingiz kerak. Keyingi organoid. 7-si. Sitoskelet. O'z nomiga qarang, sito hujayra, skelet, skelet. Hujayraning tayanch elementi shu. Bir tomonni tasavvur qiling, sitoskelet deb mana men sitoskeletman tasavvur qiling. Xo'p, sitoskeletning elementlarining bir tomoni yadrodi tashqi qobig'iga, ikkinchi tomoni bo'lsa sitoplazmatik membranani ichki qobig'iga birikkan, xuddi kimga o'xshab? Endoplazmatik to'rga o'xshab birikkan. Hujayraning tayanchilik mana shunday o'xshab turadi. Tushunyapsizmi? Demak, mana shu sitoskelet hujayraning shaklini saqlab turadi. Mana sitoskelet. Ikkita narsadan tashkil topgan. Mikronaycha bu tubulin oqsildan iborat, mikrofibrilla bu aktin oqsildan iborat. Mana sitoskelet. Mana sitoskeletlar ko'ryapsizlarmi? Bu karkasga o'xshaydi-da. Ichi karkas to'r bilan to'qilgan. Mahkam shu turibdi. Ya'ni armaturaga o'xshab. Tushunyapsizmi? Sitoskelet. Mana shu sitoskelet yaxshi ham mana shunday o'xshab turibdi. Tushunyapsizmi? Demak, sitoskeletning vazifasi nima desa, Gulmira? Sitoskelet vazifasi nima desa, mana shunday o'xshab turibdi, hujayraning shaklini saqlash vazifasini bajaradi. Bu yo'q mana, yo'q bo'lsa, hujayra nima bo'ladi? Shakli bunaqa normalniy bo'lmaydi. Bujmay ham qolishi mumkin. Bilmadim, endi shunaqa demoqchi. Tasavvur qiling. Demak, birinchi vazifasi hujayraning shaklini saqlaydi. Ikkinchisi mana shunday ushlab turibdi-yu.
hujayrani ichki qismidagi organoid yoki moddalarda harakatini ta'minlaydi. Tepadan pastga bunday o'sib turadi. Mana shu ushlab turibdi-da, o'torilib turadi. Men bormanki deb. Uchinchi vazifasi mikrofibril tolalardan iborat deyapmiz-ku, mana. Mikrofibril tola bu nima? Oqsil, muskul tola. Muskul nima qilish xususiyatiga ega? Mana qisqaradi. Qisqarib nima qilyapti? Hujayrani joyini o'zgartirish, salni joyini o'zgartirishi mumkin. Vazifasini tushundinglarmi? Demak, vazifasi nima ekan desa, birinchidan hujayrani shaklini saqlab turadi. Ikkinchidan hujayraning ichidagi moddalarni harakatini ta'minlaydi. Uchinchidanchi hujayrani joyini o'zgartirishga ahamiyatli, o'zgartirishda ham. Ketdi, membranasiz bir membranali tugadi va ikki membranali zo'r joylariga kelyapmiz. Xo'sh. Menga yoqadigan organlardan bittasiga keldik. Mitoxondriya. Bu 8-inchisi bo'ldimi? 8-chi organoid. O'zi oxirida aytaman dedim, aytib qo'yay. Endi buni sizlar ham ko'rasizlar. Bu dars o'zi mana darslarda tayyorlash uchun osonlikcha mehnat bo'lgani yo'q. Mana shuni masalan kamida 2 soat, 3 soat vaqt ketdi chizish uchun. Qaysini bunchaki chizib qo'yaverasiz tayyorini ko'chirib. Lekin qaysini chizay? Qanaqa qilib chizay? Qanaqa qilsam o'quvchilarga tushunish oson bo'ladi. Keyin savol javob bo'ladi. Ancha mehnati bor. Shuning uchun haqiqatan like bosishga arziydigan, chiroyli kommentariyalar yozishga arziydigan dars bo'lyapti. Inshaalloh. Chunki uni orqasida yaxshilab mehnat bor. Kimga ko'rinadi, kimga ko'rinmaydi. Mana bilyapti ukamiz. Ha? Xo'p. Qolganlari ham o'zi ma'lum, ha? Ha. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Demak, mitoxondriya, mitoib, xondra dona degan ma'nodan keladi. Mitoxondriyani, demak, mitoxondriya ipsimon bo'lishi mumkin ekan, dona ya'ni yumaloq bo'lishi mumkin ekan, silindrsimon bo'lishi mumkin ekan, yassi 4 xil shaklda yozilgan, 4 xil shaklda bo'lishi mumkin mitoxondriya. Kattaligi ham qanaqaligiga qarab 0,2 mikrometrdan 15-20 mikrometrgacha bo'ladi. Endi eng qizig'i narsa bu vazifasi. Mitoxondriyaning vazifasi energiyani universal manbai hisoblangan ATFni sintez qilish. Mitoxondriyani men shahardagi elektr stansiyaga o'xshataman. Agar shahardagi tok yo'q bo'lsa, hozir video dars olmayotgan bo'lardik. Shaharda ko'p jarayonlar bo'lmaydi. Quvvat bilan ta'minlab turgan narsa mitoxondriya. ATF hujayradagi hamma jarayonlar uchun energiyani beradi, jarayonlar yuz beradi. Xo'p, demak, mitoxondriya vazifasi nima ekan? Energiyani universal manbai bo'lgan ATFni sintez qilish. Tuzilish haqida gaplashadigan bo'lsak, o'rtoqlar, mitoxondriya hujayraning 2 membranali organoidi. Tashqisi silliq, ichkisi burmali, ya'ni nima deb ataladi? Kristallar deb ataladi. Endi ichki membranasining ichidagi bo'shliqda, bo'shliqning nomi nima? Malades. Shu bor, matrix. Shunaqami? Aynan mana shu matriksda DNK, RNK, ribosoma joylashgan. Mitoxondriya hujayrani o'zidan o'zi ko'paya oladigan organoid hisoblanadi. Mitoxondriya nima uchun o'zini o'zi ko'paytirish xususiyatiga ega? Chunki uning DNKsi, RNKsi, ribosomasi bor. Mana shu uchala organoid metabolizm sistemani hosil qiladi. Bu moddalar mashhur emas, o'zini o'zi hosil qilish sistemasi. DNKdan RNK sintez bo'ladi, bu transkripsiya. RNK asosida ribosomada nima sintez bo'ladi? Oqsil sintez bo'ladi. Organizm o'zini yaratish uchun oqsil sintez qila olish xususiyatiga ega bo'lish kerak. Va mana shu mitoxondriya ana shu xususiyatni o'zi qila oladi, ana shu xususiyatni. Shuning uchun mitoxondriya hujayrani o'zidan o'zi ko'paya oladigan organoid hisoblanadi. Keyin yana bir narsaga adashadi ko'pchilik. Mana shu DNK, RNKlar mitoxondriyaning membranalar aro bo'shlig'ida joylashgan deb bo'lgan 9 biologiyaga. Ko'pchilik mana bu bo'shliqda tushunadi o'sha DNK, RNKni. Bu yerda bo'lmayapti, qayerda bo'lyapti? Matriksda bo'lyapti. Ichki membranasining bo'shlig'ida joylashgan. Xo'p, endi qarang, mitoxondriyaning vazifasi energiya universal manbai bo'lgan ATF sintez qilish ekan, mitoxondriya ham ana shu energiya ko'p sarflaydigan hujayralarda ko'p bo'ladi. Yozyapti kitobga. Uchadigan qushlarning ko'krak muskullarida uchmaydigan qushlarga nisbatan mitoxondriya ko'p deyapti. Nimaga ko'p? Chunki ular uchganda doim ko'krak muskullari harakatga keladi. Ko'krak muskallarining vazifasi nima edi qushlarda? Qanotni yopish, o'mroq muskuli qanotni ochishdi.
To'g'rimi? Qanotni doim yopib ochyapti, yurak muskullari doim harakatga kelyapti, uni hujayrasi uchun doim energiya kerak, shuning uchun mitokondriya ko'payaveradi. Va ya'ni mana 10-sinf biologiyani yozib qo'yapti, jigar hujayralarida mitokondriya soni hujayrasida 2500 tagacha mitokondriya bo'lar ekan. Chunki jigarda 500 dan ortiq vazifasi bor deb yozgan ba'zi manbalarda. Aniq 10 ta katta vazifasi bor. Masalan, biz biladiganda, endi bilmadik qanchalik 500 vazifani bilmadim men ham, lekin aniq 10 ta vazifasi bor, katta vazifalar. Jigar hazlagan ishni bajarmaydi. Shuning uchun ko'p ish bajarganligi uchun uning mitokondriyasi ko'p bo'ladi. Lekin limfosit hujayrasidagi mitokondriya soni 25 dan 50 tagacha yetadi deyapti. Ozroq deyapti. Unaqa katta energiya sarflamaydi deyapti. Va doim shu mitokondriyani gapirganda shu gapni aytib ketaman. Demak, qanday hujayralarda mitokondriya ko'p bo'ladi ekan? Doimiy ravishda energiya ko'p sarflaydigan hujayralarda mitokondriya ko'p bo'ladi. Adashmasam Lamark biologiya faniga olib kelgan olim aytganki, agar organlarning harakatlantirmaslik, qisqaroq qilib aytaman, organlarni harakatlantirmaslik, ishga solmaslik u organning degradatsiyasiga, nima degani? Soddalashishiga olib keladi. Nima demoqchiman? Uyga borib kitob o'qiyapsiz, yarim soat kitob o'qidingiz. O'zi miya qiynalyapti yarim soatdan keyin. Miya qiynalyapti, miya nima so'rayapti? Energiya so'rayapti, shuncha qiynaladi. Energiya yetishmayapti-da. Yana 5 minut qo'shib kitob o'qib qo'ying, miyangizni qiynang. O'lmaysiz. Kimdir kitob o'qib o'lib qoldi degandek. Avvalo Xudo, tushunyapsizmi? Nima bo'ladi? Miya hujayralari nima talab qiladi? Energiya talab qiladi. Doimiy shunaqa 5 minut qiynab, 5 minut qiynab, 5 minut qiynab, oylab qiling shuni, bir oy qilingchi, keyingi safar 30 minutda charchamaysiz, qanchada charchaysiz? 35 minutda charchaysiz. Chunki miya hujayralarida mitokondriya soni ko'payadi. Miyani ishlatmasdan o'qimay yuraversangiz nima bo'lar ekan demak? Miya ishlamay qo'yadi, chunki mitokondriya soni kamayib, hozir energiya sarflagan bo'ladi. Boshqalarga qarov bo'lib qolasizda kelajakda. Ota-onangiz shuncha o'qityapti, to'g'rimi? Bolam qarov bo'lmasin. Nima deydi? Kelajakda o'zini yo'lini topib keta olsin. To'g'rimi? Mana shu joy yoqardi, shuni aytib men. Mitokondriya ham shundaylarmi? Xo'p, keyingi organoidlarimiz demak bular plastidalar. Qancha bo'ldi? Unaqa charchaydigan bo'lmadi-yu. 60 minut bo'ldi, 1 soat bo'libdi xolos endi. Ba'zi o'quvchilar rosa ko'z yonib turibdi, rosa maza qilib eshityapti, xursandman bundan. Ba'zi o'quvchilar men gapiryapman, u charchayapti. Xo'p, plastidalar 3 xil bo'ladi. Xloroplastlar, xromoplastlar, leykoplastlar, XXL kattaroq bo'ladi bular. Hazil albatta. Xo'p. Demak, xloroplastlar, xromoplastlar, leykoplastlar. Plastidalarda har birining vazifasi bor. Masalan, birinchisi xloroplastlar haqida gaplashadigan bo'lsak, yashil rang beradi o'simlikka, shuning uchun o'simlikning yashil qismida, bargida va yosh novdasida, bir yillik novdasida bo'ladi. Pishib yetilmagan, yashil qismida bo'ladi va yodlab o'rganda shuning uchun sira miyaga kelyapti. Demak, xlorofil xloroplastlarda xlorofil donachalari bo'lganligi uchun ular karbonat angidrid bilan suvdan organik modda glyukoza hosil qiladi, atmosferaga kislorod ishlab chiqaradi. Demak, glyukoza bu nima? Uglevod, birlamchi uglevod hosil qilgan plastida qaysi desa qaysi ekan? Xloroplastlar birlamchi uglevod hosil qiladi. Ya'ni monosaxaridlar hosil qiladi. Birlamchi uglevod deylik, monosaxarid deylik. Monosaxaridlar hosil qiladi. Tushunarligi? Monosaxarid hosil qiladi. Va o'simlikka yashil rang berib turadi. Ikkinchi plastida xromoplastlar. Xromo rang degani. O'simlikda gul tojbarglari, gullari, mevalariga rang beradigan plastida shu. Vazifasi rang berish. Uchinchi plastida leykoplastlar, rangsiz, ya'ni oq nima? Leykosit oq bo'ladi, oq qantarachalar. Tushunarligi? Rangsiz. Bular endi leykoplastlar o'simlikda ildiz poya, piyozbosh, tugunak poyasida bo'ladi. Bular endi mana masalan o'simlikda bargida glyukoza sintezlansa, tugunak kartishgan tugunagiga o'tsa, leykoplastlar keldinglarmi deb glyukozalarni bir-biriga ulab chiqadi. Ya'ni monosaxaridlardan polisaxaridlar hosil qiladi.
kraxmal hoziqlar. Kraxmal bo'lib chaqiradi-ku, to'g'rimi? Mana. Plastlar bir-biriga aylanadimi? Ha, aylanadi. Masalan, xloroplastlar xromoplastlarga. Xlor qanaqa rang edi? Xloroplast yashil, xromoplast esa qahva rang. Masalan, pomidor yashil bo'ladi, keyin nima bo'ladi? Sarg'ayib, bo'zarib, qizarib, to'shaklarga tiqib qo'ysangiz. Shunaqa sotishardi-da. Hozir ham qilishamiz? Ha? Ha. Biz to'shakda tiqardik-da, ashni esladimda. Xo'p, demak, pomidor dastlab yashil, keyin qanaqa rangi? Sariq. Shu rang, demak, xloroplast, eslab qoling, xloroplast, xromoplastga aylanadi. Keyin nima bo'ladi? Leykoplastlar bo'lsa, qarang, sirga qarang. Qaysinga? Xloroplast keladi. Mana shuni eslab qoling. Tushundingizmi? Qancha bo'ldi? 1 3. Charchamadinglarmisizlar? Yadrodan ham tushuntirgan joylarim bor-da, tushuntiraveramanmi? Qaranglar, tamom. O'zingizlardan ko'ringlar deydi-ku. Xo'p, hozir nima qoldi organoidda? Qolmadi. Yadrodan ham rosa tushuntirgan joylari bor. Yadro qoldi xolos lekin. Yaxshilab eshitamiz. Kim tayyor? 100% gap yo'q. Xo'p, boshladik. Yadro bu hujayraning asosiy tarkibiy qismi. O'qib ham keldinglar. Yadroda ikkita asosiy vazifasi bor. Kim aytadi? Qanaqa vazifasi bor? Sog'liqni saqlash, ko'paytirish, hujayra bo'linayotganda nasl-naslga o'tkazish, keyin hujayradagi modellashtirish boshqarish. Boshqarish. Yadro ya'ni bu hokimiyatda, shaharda hokimiyatida hujjatlarni saqlash, ko'paytirish, keyingi avlodga o'tkazish, o'tdi shunaqada. Shaharda bo'lgan jarayonlarni idora qilish. Tushunarlidir? Xo'p, yadroda shakli hujayraning shakliga bog'liq bo'ladi ko'pincha. Va yadro hujayrada bir yadroli bo'lishi ham mumkin, ayrim hujayralar va ko'p yadroli bo'lishi ham mumkin. Masalan, jigar, suyak ko'migiga aylanadi va muskul. Jism degan so'z chiqardi. Jigar, suyak ko'migi, muskul hujayralarda yadro ko'p bo'ladi. Va ayrim hujayralarda yadro hayotining qaysi davrda bor, qaysi davrda yo'q. Masalan, ertaslarda. Va hokazo yadro haqida gapirsak gap ko'p. Endi biz asosiy tushuntirgan joyimga e'tibor beramiz. Yadroda o'ta tarkibiy qismi bor. Birinchisi, mana yadro qobig'i. Yadro qobig'ining nomi karioplazma. Nima ekan? Plazma. Kario degani yadro degani, plazma degani yadroning suyuqligi karioplazma. Uzr, birinchi qobig'i o'zi charchash alomatlari mendan boshladim. Kariolemma. Yadro qobig'i kariolemma. Birinchi qismi demak, nima ekan? Kariolemma. Mana bu yadro qobig'i, kariolemma. Yadro suyuqligi keyin karioplazma, ikkinchi qism bu. Tushunarligi? Mana buni nomi plazma lemma edi. Buni nomi kariolemma. Buni nomi sitoplazma edi, buni nomi karioplazma. Ikkinchi qismi, uchinchi qismi xromosomalar va to'rtinchi qismi yadrocha. Qancha chizib qo'ydim endi. To'rtta qismdan iborat bo'ladi. Endi yadro qobig'i haqida gaplashadigan bo'lsak, yadro qobig'i demak ikki membranali bo'ladi. Tashqisi silliq bo'lmaydi, chunki uni membranasiga endoplazmatik to'r, sitoskelet, ribosomalar birikkan bo'ladi. Va karioplazma bilan sitoplazma o'rtasida moddalar mana shu bo'lib turadi. Ikki xil yo'l bilan. Birinchisi teshikchalar, fermentativ kanalchalar deb aytiladi-ku. Va ikkinchisi botib kirish yoki botib chiqish yo'li bilan amalga oshadi. Botib kirish va botib chiqish yo'li bilan amalga oshadi. Lekin bu kanalchalar bo'lgani bilan karioplazma bilan sitoplazma tarkibi doimiy o'zgarmasdan turadi. Karioplazmaning tarkibida nimalar bo'ladi? Aminokislotalar, oqsillar, fermentlar, nukleotidlar bo'ladi. Bo'ldi, undan shuni bilsangiz bo'ldi. Endi asosiy qismiga kelyapmiz. Xromosomani tushuntirishim kerak. Xromosomani ko'pchilik tushunmay qoladi. Mana bir juft xromosoma, mana bu endi ikkinchi juft xromosoma. Odamning tana hujayrasida masalan 46 ta, 23 juft xromosoma bo'ladi. Birinchi boshlanyapti kitobga yadro to'rtta tarkibiy qismdan iborat deyapti. Yadro qobig'i, yadro shirasi, xromatin deyapti. Xromatin degan xromosoma deganmi? Xromatin degani esa 9 biologiyada xromatin va yadrocha deyapti.
Biz buni mana shuni qarab turing. Nima deylik, xromatin deydimi, xromosoma deylikmi? Shuni tushunib oling. Yetilgan paytda xromosoma deymiz. Yoshligida xromatin deymiz. Lekin umumiy xromosoma katta-yu kichigini общий nima deb ketaveramiz ekan? Xromosoma deb ketaveramiz. Bu xuddi nimaga o'xshaydi aytaymi? Otni katta o'zi ot deysiz, bolasi nima deysiz? Toychoq deysiz. Lekin toychoq u katta otlar birga ketayotgan bo'lsa, o'xshay nima deysiz? Otlar ketyapti deb qo'yasiz, to'g'ri? Shuning uchun mana xromosoma. Lekin hayotning qaysidir davrida bu nima bo'lishi mumkin ekan? Tushunib oling endi xromatin nima. Mana o'zi xromosoma, DNK, mana DNK spiralni o'zi xromosoma spirallashgan bo'ladi. Spiralni bunday yoyib chiqadigan bo'lsak, u DNK va mana yumaloq gistolli oqsillardan tashkil topgan bo'ladi. 40% DNK, 60% gistolli oqsillardan tashkil topgan bo'ladi. Shuning uchun u nukleoprotein hisoblanadi. Mana spiralni yoyib chiqsak, 9 biologiyani ham poshida borib bilsanglar o'rtoqlar mana. Tasavvur qila olinglar. Endi demak, qarab turing. Xromosomani spirallash hayotini qaysidir davrda spirallari yoyilgan qismi bo'ladi. Aynan spirallari, masalan, mashinalar yoyilgan deylik, spirallari yoyilgan qismi xromatin deyiladi. Tushundinglar-a? Spirallashgan qismi nima deyiladi endi? Xromosoma deyiladi. Mana bu spirallari yoyilgan qismi yoyilib turibdi-yu. Yoyilganligi uchun bemalol bo'lganligi uchun deb eslab qoling, genetik nuqtai nazardan faol bo'ladi. Adashtirib yuboradi ko'pchilik. Shuning uchun eslab qoling, yoyilgan bo'lganligi uchun, bemalol bo'lganligi uchun genetik nuqtai nazardan faol bo'ladi ekan. Mana spirallashib ketgan qismi genetik nuqtai nazardan nofaol bo'ladi. Spirallashib o'zi nima deydi? Yog'iga o'zi qo'g'rilib yotibdi o'zi. Shuning uchun u nima bo'lar ekan? Nofaol. Chunki mana yoyilganda genetik faol. Yoyilgan faol, u yoyilganligi uchun u faol, yoyilmaganligi uchun nofaol. Keyin xromosoma bo'yaladigan bo'lsa, qanaqa bo'yaladi? To'q bo'yaladi. Chunki spirallashib ketgan-ku. Shunaqa deb eslab qoling. Shunaqa deb eslab qolishni aytayapman xolos. Bo'yaganingizda kraskalar oqib ketmaydi deb tasavvur qiling. Tushunarligi? Spirallar yoyilgan bo'lganligi uchun u to'q bo'yalmaydi. Tushunarligi? Adashtirib yubormaysizmi? Ketdi. Xromatin spirallari yoyilgan bo'ladi. Genetik nuqtai nazardan faol bo'ladi. To'q bo'yalmaydi. Xromosoma spirallashgan bo'ladi. Genetik nuqtai nazardan nofaol bo'ladi. Nima uchun nofaol bo'ladi ekan? Spirallashib ketgan bo'ladi. To'q bo'yaladi. Tushunarli bo'ldimi? Boydillo, yaxshimisiz? Bu ham hali gap. Mavludani ko'rmayapsiz-ku, motivatsiya olyapsiz uxlashdan desam. Mavluda turdingizmi? Qani muhabbat bilan o'tirsangiz bo'lar-ku, bu sabab foto bo'lganda. Nima qilib turardi-da, ha? Turdi. Xo'p. Bu mana oldida o'tirgani uchun Sarnoz tetik turishdi-ku. Xo'p, xuddi kino ko'rganga o'xshab, chiroqda turib qo'yaylikmi? Xo'p, qayerga keldik? Xo'p, demak tushunib oldinglar u joyini. Va yana xromosomalar qaranglar mana. Xromosomani hozir bu ikkita yelkali demaylik, qaranglar. Xromosoma mana bitta tomoni, mana ikkinchi tomoni. Xromosoma mana bitta ko'rinishi yoki mana bunaqa ko'rinishga ega bo'lishi mumkin xromosoma. Mana bu mavzuda mitoz meyozni kerak bo'ladi, bilib oling. Mana bu ham xromosoma o'rtoqlar, bilib oling. Mana bu ham. Atrofini bo'yamay qo'yaveray. Bu ham xromosoma. Faqat mana bu xromosomada DNK ikkita, mana bu xromosomada DNK bitta. Mana shu DNKni biz xromatida ham deymiz. Tushunarligi? Xromatida. Xo'p, demak mana bu xromosomada nechta xromatida bor ekan? Ikkita. Xromatida yana nima deyiladi ekan? DNK ham deyiladi. Mana bu xromosomada nechta xromatida bor ekan? Nechta DNK bor ekan? Nimaga ikkovi ham bitta deyapsiz? Ikkalasi ham bitta narsa-yu. Tushunarligi?
Ashi xromosomani xromatidlar, ikkita xromatida bo'lgan bo'lsa masalan, mana shu xromosoma xromatidalarni birlashtirib turuvchi belbog' bor. Centromera deyiladi. Center o'zi sentrda turibdi. Mer degani qism degani, markaziy qism. Ikkovini birlashtirib turibdi. Centromera. Centromera qayerga birikishiga qarab turib, masalan, bunday birikadigan bo'lsa, mana chizib qo'yay, o'zi unaqa chizilmaydi. Tayoqchasimon, bunday tayoqli, golf tayog'iga o'xshab ko'rinish bo'lyapti, to'g'rimi? Tayoqchasimon. Qanaqa? Akrosentrik. Endi ikkala tomoni ham teng bo'lsa, xohlagan joyingga so'ray, oxirlab qoldik dars. Metasentrik. Noteng yelkali bo'lsa, submetasentrik deyiladi. Tushundinglarmi? Demak, akrosentrik, metasentrik, submetasentrik nimani birikishiga ko'ra, qayerga birikishiga ko'ra tushunarligi? Siz yana adashtirib yubormang. Manovi xromosomani xromatidlarni birlashtirib turuvchi belbog'ning nomi centromera, lekin mana hujayra markazini nomi sentriola bilan adashtirib yubormang. Keyin sitosklet bilan adashtirib yubormang. Mana ikkovi nimani hosil qilar ekan? Sitosklet. Bu xuddi tayanch harakatlanish sistemasiga o'xshaydi. Xo'p. Demak, bu ham ketdi. Xromosomani 3 ta, demak, xromosoma nazariyasining 3 ta qoidasi bor. Ha? Bir turga mansub organizmdagi xromosomalar soni o'zaro teng bo'ladi. Masalan, odam Homo sapiens, fanda Homo sapiens turiga kiradi deydi. Menda ham xromosom bir turga kirganligimiz uchun menda ham xromosoma soni 46 ta, sizlarda ham demak 46 ta. Ikkinchisi, organizmning somatik hujayrasidagi xromosomalar soni o'zaro teng bo'ladi. Somatik hujayraga jinsiy hujayradan tashqari boshqa barcha hujayralarimiz somatik hujayra hisoblanadi. Ya'ni miyamizdagi hujayrada ham, jigarimizdagi hujayrada ham, oyog'imizdagi hujayrada ham xromosoma soni teng. Nechta? 3-qoida. Jinsiy hujayralardagi xromosoma soni somatik hujayradagi xromosoma sonini yarmiga teng bo'ladi. 23 ta. Hamma organizmda shunaqa. Masalan, shimpanze maymunida somatik hujayrasi xromosoma soni 48 ta bo'lsa, jinsiy hujayrasi xromosoma soni 24 ta. Tushundinglarmi? Zo'r joylarga kelyapti. Mashinalar ham rosa yoqadi menga. Qaranglar. Xromosomalar birinchi yozib olay. Ha. Drozofila meva pashasida nechta xromosoma? 8 ta. Yana kim? Odamda shu odamni yozay, odamni 46 ta. Yo'q, zog'ora ko'talyapti. Suvarak, shimpanze, qalampirda 48 ta. Zog'ora baliqda 104 ta. E'tibor bering, xromosomalar soni turning tuzilish darajasini belgilab bermaydi. Ya'ni kim xromosoma soni ko'p bo'lsa, u zo'rroq degani emas. Unda zog'ora baliq tilla baliq bo'lib bizdan zo'rib ketadi. Tushunarligi? Unda odamning xromosoma soni kamroq, to'g'rimi masalan? Va yana xromosomalar soni qarindoshligini ham belgilab bermaydi. Bo'lmasa, mana bu qalampir bilan shimpanze qarindosh bo'lib qoladi, 48 ta teng xromosoma soni. Tushundinglarmi? Demak, xromosomalar soni turning tuzilish darajasini belgilab bermaydigan va xromosomalar soni ularning o'rtasida qon qarindoshligini ham belgilab bermaydi ekan. Ubaydullo. Ozodbek yo'q, senga aytaman. Va kariotipga keldik. Kariotip mana shu organizmda xromosomalarning yig'indisi kariotip deyiladi. Miqdoriy va sifatiy yig'indisi. Qarang, odamda nechta xromosom bor? Hujayrasida odamning hujayrasining yadrosida nechta xromosom bor? 46 ta. Ashi kariotip deyiladi. Odamning kariotipida 46 ta, shimpanze kariotipida 48 ta, zog'ora baliq kariotipida 104 ta xromosoma bor. Demak, kariotip to'g'riroq aytadigan bo'lsak, xromosomalarning miqdoriy va sifatiy yig'indisi. Miqdoriga soni o'lchami, sifatiga esa shakli kiradi. Endi yana tushunib olishingiz kerak. Gamalay xromosoma, nogamalay genetika masalalardan kerak bo'ladi bu narsa. Gamalay xromosoma degani, masalan, mana birinchi xromosoma, mana ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xromosoma deylik. Birinchi xromosoma bilan ikkinchi xromosoma gamalay xromosoma. Nima degani? O'xshash xromosomalar va juft joylashgan xromosomalar gamalay xromosoma deyiladi. O'zi o'xshashlari juft joylashadi. Tushunyapsizmi? Bilsanglar, darsimizda o'tirgan o'quvchilar hamchi, yo xarakteri, yo ko'rinishi, yo nimasidir o'xshash birga o'tirishib oladi. Hammaga ta'sir qildi. Tushundinglarmi? Demak, o'xshash xromosomalar, juft xromosomalar, gamalay xromosomalar deyiladi. Demak, sizlar bir-biringlar uchun gamalay, gomolog sizlar.
Tushunarligi? Faqat saqashlik gruppaga farq qilasizlar. Xo'p. Demak, endi 3-xromosom bilan 4-xromosom ham bir-biri uchun nima ekan? Gamalaktik xromosom ekan. Endi qarang, 2 bilan 3 bular juft joylashmayapti-yu, nogamalaktik xromosom hisoblanadi. Gamalaktik va nogamalaktik tushunib olinglar. 2 bilan 4chi? Bu tushundinglar-a? Ko'p gapirmaydi, qo'yaveraylik. Ha, nima bo'lyapti? Yaxshimi? Qizib ketmadimi telefon? Tomlarga qizib ketdi o'zi. Xo'p, oz qoldi. Bismillah. Xo'p, eshitamiz. Qayerga keldik? Nogamalaktik tushundinglar va bitta javob qoldi. Demak, mana yadro qobig'i birinchi qism, ikkinchi qism yadro shirasi, uchinchi qism xromosomi va to'rtinchi qism yadrochani tushunmay qoladi ko'pchilik. Yadrocha nima desa, yadrochani shakli qanaqa bo'larkan sizlarga savol? Yadroga o'xshab. Yaxshi. Xromosomning shakli qanaqa bo'lar ekan? Mikroskopda ko'rganimizda. Ha, to'r degan joyi bormi lekin, ha? Ochinglar-da. Xromatinning, shu xromosomdan so'ramadimmi? Nima so'radim? Ha, xromatin ham xromosom bitta narsa-yu. Bu toychoq xolos. Xromatinning donachalari va yupqa to'r ko'rinishda bo'ladi. Mana u mikroskopda ko'rganingizda to'rga o'xshab ko'rinadi. Xromosomingiz ham yoki dona-dona ko'rinadi. Endi yadrochani o'ylab qo'yavering. Yadrocha degan o'zi yadro tarkibiy qismi yo'q. Nimaga yo'q deydigan bo'lsangiz, mana biz mana bu mana qarang, qo'ng'ir deylikmi? Ochiq. Yo'q, ochiq qo'ng'ir. Xullas, mana shu zarg'aldoq. Mana shu zarg'aldoqni yadrocha deyapmiz, to'g'rimi? Yadro mashetta spirallari yoyilgan deylik xromosomamizda. U joy nima deyiladi? Xromatin deyiladi. Shu yerdan sintez, ribosoma sintez bo'ladi. Ribosomal RNKsi va ribosoma ana shu yerdan sintez bo'ladi. Shuning uchun yozib qo'ygan kitobga. Shunday qilib yadrocha degan oxiriga sintez bo'layotgan ribosoma va ribosomal RNKlar to'plami deb qo'ygan. Yadrocha hujayraning hayot faoliyatining qaysi davrda bor, qaysi davrda yo'q bo'lib ketadi. Qachon yo'q bo'lib ketadi? Mitoz bo'lgan, katta bo'lganda chunki u xromosoma deyiladi, spirallashib ketgan bo'ladi, nofaol bo'ladi va sintez bo'la olmaydi ribosomalar. Yoshligida nima bo'ladi ekan? Yadrocha bo'ladi. Nimaga? Spirallari yoyilgan bo'ladi. Mitoz bo'linib ko'payib bo'lgandan keyin yoshligida faol bo'ladi. Nima? Ribosomal RNKlar sintez bo'ladi deb bugungi mavzuni tugatamiz. Mavzu ma'qulmi? Kimga ma'qul? Unday bo'lsa, offline darsdagilar ham deydi. Kommentariy bildirib, fikr bildirib, like bosib qo'yinglar. Bu bizga nima beradi, aytib qo'ying. Nima deydi? Videolarimizni keng tarqalishiga, ilmni tarqalishiga yordam beradi. Savob umidida video dars qilyapman. Menga real manfaat beradi, lekin asosiy maqsadim bu emas. Hammamiz maqsadimiz Allohning roziligi hisob bo'linglar, salomat bo'linglar.